Assalomu alaykum futbol muxlislari. Bugun sizlar bilan futbol olamidagi eng so'nggi yangiliklar bilan tanishib chiqamiz. Agar kanalimizga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'ling va ushbu videoga kanalimiz rivoji uchun like bosishni unutmang. Osiyo Chempionlar Ligasi 2 musobaqasi 5-turdan o'rin olgan Andijon hamda Arkadah jamoalar o'rtasidagi bellashuv yakunlandi. Andijondagi Bobur Arenada o'tgan bahsda tomonlar 1-1 hisobida durang o'ynadi. Uchrashuv keskin kurashlar ostida boshlandi. Har ikki jamoa vaqti bilan raqib jarima maydonchasi qarshisida xavfli hujum uyushtirdi. Biroq birinchi bo'limda darvozalar ishg'ol qilinmadi. Ikkinchi bo'lim maydon egalarining biroz ustunligida boshlandi. Bu ustunlik 63-daqiqaga kelib hisobda ham aks etdi. Abduvohid G'ulomov uzatmasidan keyin Andijonning nigeriyalik hujumchisi Ismoil Akinade hisobni 1-0 ko'rinishiga keltirdi. Shu tariqa jamoa musobaqasida ilk golini kiritdi. Ammo oradan 5 daqiqa o'tib Turkmaniston klubi hisobni tenglashtirdi. Didar Turdiyev tomonidan kiritilgan gol evaziga tablodagi natija 1-1 ko'rinishiga keldi. Uchrashuvning qolgan daqiqalari ham keskin kurashlar ostida kechdi. Biroq darvozalar boshqa ishg'ol qilinmadi. Shu tariqa Andijon Osiyo Chempionlar Ligasi 2 musobaqasining 5-turida ham durang o'ynadi. Andijon ayni paytda onlayn turnir jadvalida 5 ochko bilan 3-o'rinni egallab turibdi. Arqadah esa 4 ochko bilan oxirgi o'rinni band etgan. Guruh yetakchisi qatarlik Al Ahli klubi 7 ochko bo'lsa, Al Haldia 6 ochko bilan ikkinchi pog'onani egallab turibdi. Eronning Persepolis futbolchisi Oston O'runov yana Rossiya klublariga o'tishi mumkin. Bu haqda Mashna Sport Telegram kanali xabar berdi. Manbaga ko'ra, O'runovga bo'lgan qiziqishning ortishiga uning O'zbekiston terma jamoasidagi yaxshi o'yinlari sabab bo'lgan. Ayniqsa Al-Ayn Cup yarim finalda Misrga qarshi o'yinda qayd etgan dubli skautlarni hayratda qoldirgan. Shundan so'ng unga Saudiya Arabistonining mashhur klubi Al Ahli mutaxassislari ham qiziqa boshlagan. Shuningdek, Rossiya Premyer Ligasi klublari ham futbolchi bo'yicha tezda harakatga tushgan. Nomzodlar orasida Zenit klubi ham bor. Klub vakillariga O'runovning driblingi, tezligi va qaror qabul qilish sifati ma'qul kelgan. Biroq transferiga to'sqinlik qilayotgan asosiy sabab mavjud. Persepolis rahbariyati Vengerni hozircha sotishni istamayapti. Chunki uni jahon chempionatidan keyin yana daqiq-mutroqqa sotishi mumkin. Ma'lumot uchun 24 yoshli futbolchining texnoniklar bilan tuzgan amaldagi shartnomasi 2027-yilning yozigacha amal qiladi.